Xalqimiz ma'naviyati rivojiga katta hissa qo'shgan ijodkor Usmon Azim 1950-yil 13-avgustda Surxondaryo viloyatining Boysun tumanida tavallud topgan. 1972-yilda Toshkent davlat universitetining jurnalistika fakultetini tamomlagan. Shoirning ilk kitobi Insonni tushunish, keyinchalik Holat, Oqibat, Kuzgu, Surat parchalari, Dars, 2 aprel, Baxshiyona kabi she'rlari chop etilgan. Shoir o'z she'rlarida vatanga muhabbat, inson qadri, or-nomus va milliy qadriyatlar kabi mavzularni mahorat bilan yoritgan. Uning har bir she'rlari o'quvchini ezgulikka, vatanparvarlikka va ma'naviy poklikka chorlaydi. Usmon Azimning she'rlari sodda va ravon tilda yozilgan bo'lsa-da, uning ma'nosi juda teran. Shu bois uning ijodi nafaqat kattalar, balki yoshlar tomonidan ham qiziqish bilan mutolaa qilinadi.